Qurilmangiz ta'mirlashga muhtojmi? Biz bepul diagnostika taklif qilamiz. Qondiroq yoki sayohatsiz eshigingizdan olib ketamiz va qaytaramiz. Ta'mirlashdan oldin narx taklifi yuboramiz va faqat sizning roziligingizdan keyin davom etamiz. Oddiy, shaffof va professional. Havola tavsifda. Lenovo IdeaPad Flex 5 noutbuki zamonaviy dizayni va kuchli ishlash qobiliyati bilan ajralib turadi. Agar siz noutbukingizni sotib olgan bo'lsangiz, uning garantiya shartlarini bilish muhimdir. Garantiya odatda 1 yoki 2 yil davomida amal qiladi va bu davrda ishlab chiqaruvchi tomonidan muammolarni hal qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Agar noutbukda biron muammo yuzaga kelsa, dastlabki qadam sifatida sizning sotib olgan joyingiz bilan bog'lanishingiz kerak. Garantiya shartlarini tekshirish. Noutbukning garantiya kartasini ko'rib chiqing va uning amal qilish muddatini tekshiring. Agar noutbuk hali ham garantiya davrida bo'lsa, sizga ta'mirlash yoki almashtirish uchun murojaat qilish imkoniyati mavjud. Bepul diagnostika xizmatlari. O'zbekiston ichida ko'plab xizmat ko'rsatuvchi markazlar mavjud, ular bepul diagnostika xizmatlarini taklif qiladilar. Bu xizmatlar orqali siz noutbukingizdagi muammolarni aniqlab olishingiz mumkin. Diagnostika jarayonida mutaxassislar noutbukni tekshiradi va muammoni aniqlash uchun zarur bo'lgan barcha testlarni o'tkazadi. Uyga olib ketish xizmati. Agar sizga noutbukni xizmat ko'rsatuvchi markazga olib borish qiyin bo'lsa, ko'plab xizmat markazlari uyga olib ketish xizmatini taklif qiladi. Bu xizmat orqali siz noutbukni uyda qolgan holda mutaxassislarga taqdim etishingiz mumkin. Ta'mirlashdan oldin narx taklifi. Diagnostika jarayonidan so'ng, agar muammo aniqlansa, xizmat ko'rsatish markazi sizga ta'mirlash narxi haqida taklif beradi. Bu taklifda ta'mir jarayoni, ehtiyot qismlar va xizmat haqi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Taklifni qabul qilish yoki rad etish imkoniyatiga egasiz. Ta'mirlash jarayoni. Agar siz narx taklifini qabul qilsangiz, ta'mirlash jarayoni boshlanadi. Bu jarayon davomida siz mutaxassislar bilan bog'lanib, ta'mirlash jarayonining holatini bilib olishingiz mumkin. Ta'mirlash tugagach, noutbukni qaytarib olasiz va u yana ishlashga tayyor bo'ladi. Natijada, Lenovo IdeaPad Flex 5 noutbuki bilan bog'liq har qanday muammo yuzaga kelsa, sizga yordam berish uchun ko'plab xizmatlar mavjud. Garantiya shartlarini bilish, bepul diagnostika va uyga olib ketish xizmatlaridan foydalanish ta'mirlash jarayonini osonlashtiradi. Qurilmangiz ta'mirlashga muhtojmi? Biz bepul diagnostika taklif qilamiz. Qondiroq yoki sayohatsiz eshigingizdan olib ketamiz va qaytaramiz. Ta'mirlashdan oldin narx taklifi yuboramiz va faqat sizning roziligingizdan keyin davom etamiz. Oddiy, shaffof va professional. Havola tavsifda.